Assalomu alaykum. YouTube'dagi video darslarimiz davom etadi. Bugun sizlar bilan 2025-2026 o'quv yilida ixtisoslashtirilgan maktablarning 9-sinf o'quvchilari uchun matematika fanidan yakuniy attestatsiya imtihoniga tushadigan savollarni ko'rishda davom etamiz. Demak, bugun 6-bo'limga kelib qolgandik. 6-bo'limdan davom ettiramiz. Ya'ni 6-bo'lim bu trigonometrik ayniyatlar. Boshladik. Birinchi savol. Agar 16 kosinus kvadrat alfa minusdan 23 sinus kvadrat alfa teng minus 10 bo'lsa, kotangens kvadrat alfani toping deyilgan. Biz trigonometrik ayniyatlardan foydalanamiz, ya'ni kosinus kvadrat alfani o'rniga 1 minus sinus kvadrat alfani qo'yib yuboraman. Minusdan 25 ta sinus kvadrat alfa teng minusdan 10. Xo'p, qavsni ochadigan bo'lsak, 16 minus 16 ta sinus kvadrat alfa minus 25 sinus kvadrat alfa teng minusdan 10 ga. Soddalashtirsak 16 minus 41 sinus kvadrat alfa teng minus 10 ga. 41 sinus kvadrat alfamiz teng 26 ga. Demak, bundan sinus kvadrat alfani topib oladigan bo'lsak, 26 taqsim 41 ga teng. Xo'p, endi bizda asosiy trigonometrik ayniyatlardan kotangens kvadrat alfani sinus kvadrat alfaga bog'liqlik formulasi bor, ya'ni 1 plus kotangens kvadrat alfa teng 1 taqsim sinus kvadrat alfaga. Mana shu ayniyatdan foydalanamiz. Shunga ko'ra 1 plus kotangens kvadrat alfa teng deyman. 1 taqsim sinus kvadrat alfa bo'lsa, bu 41 taqsim 26 ga teng bo'ladi. Bundan kotangens kvadrat alfani topadigan bo'lsam, 41 taqsim 26 dan 1 da ayirsak 15 taqsim 26 ga teng bo'ladi. Demak, javob kotangens kvadrat alfa 15 taqsim 26 ga teng deymiz birinchi savolda. Endi ikkinchi savolga qaraymiz. Agar tangens alfa 2 ga teng, pi dan katta alfa 1,5 pi dan kichik deyapti. Demak, bu pi 1,5 pi bo'lsa, alfamiz 3/chorakka tegishli ekan. Bo'lsa 3 sinus alfa minus kosinus alfa taqsim sinus alfa ko'paytirilgan qavsida 2 ta kotangens alfa hisoblang debdi. Xo'p, 3 sinus alfa minusdan kosinus alfa taqsimda sinus alfa ko'paytirilgan 1 plus 2 ta kotangens alfa berilgan bo'lsa, bu yerda har xil usulda ishlash mumkin. Biz bitta yo'lni ko'rsatib ketamiz. Ya'ni surat mahrajini kosinusga bo'lib yuboraman, tangensga keltirish uchun. Ya'ni suratni ham kosinus alfaga bo'lyapman. Ya'ni surat mahrajini bir xil noldan farqli songa bo'lish mumkin. Kasrda asosiy xossasi. Mahrajni ham kosinus alfa bo'laman. Shunda 3 ta sinus alfani kosinus alfaga bo'lsam, 3 ta tangens alfa minusdan 1 qoladi. Taqsimda sinus alfani kosinus alfa bo'lsam, tangens alfa ko'paytirilgan 1 plus 2 ta kotangens alfa bo'ladi. Teng deymiz. 3 ko'paytirilgan tangens alfani qiymati 2 ga teng edi. 2 minusdan 1 taqsim mahrajni ochib yuborsak, tangens alfa plusdan 2 kara tangens alfa kotangens alfa 2 kara 1 bo'ladi. Chunki tangens alfa kotangens alfa ko'paytmasi 1 ga teng. Bu ham asosiy trigonometrik ayniyatlardan. Shunda 3 kara 2 minus 1 bu bizda 5 bo'ladi. Mahrajda esa tangens alfani o'rniga 2 qo'ysak 2 plus 2, ya'ni natija 5 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Demak, javob 5 taqsim 4 ga teng deymiz. Ikkinchi savol. Biz bu yerda quyidagi trigonometrik ayniyatdan foydalanib ketdik. Tangens alfa ko'paygan kotangens alfa 1 ga teng. Xo'sh. Endi keyingi savolga qaraymiz. 3-savol. Agar sinus alfa 5 taqsim 13, kosinus beta 3 taqsim 5 va 0 dan katta alfa ham beta ham pi taqsim 2 dan kichik bo'lsa, ya'ni bular ikkalasi ham birinchi chorakka tegishli bo'lsa demoqchi.
Kosinus alfa plus betani toping debdi. Xo'p, qo'shish formulasi deymiz. Kosinus alfa plus betani dastlab ochib olsak, qo'shish formulasiga ko'ra kosinus alfa ko'paygan kosinus beta minus sinus alfa ko'paytirilgan sinus beta bo'ladi. Xo'p, endi sinus alfa berilgan, bizga kosinus alfa qiymatini topishimiz kerak. Ya'ni sinus alfamiz bor, kosinus alfa kerak, kosinus beta bor, sinus betani topishim kerak. Buning uchun yana asosiy trigonometrik aylantirishdan foydalanamiz. Ya'ni kosinus alfani topish uchun plus minus ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat alfadan foydalanaman. Endi bu yerdagi plus minus o'sha burchakning qaysi chorakda joylashganiga bog'liq. Endi ikkalasi ham birinchi chorakda bo'lgani hisobiga kosinus ham musbat, sinus ham musbat bo'ladi. Kosinus alfa teng deymiz. 1 minus sinus alfamiz qiymati 5 taqsim 13 edi. 5 taqsim 13 ning qavs kvadrati bo'ladi. Dan ayirishimiz kerak. Endi 5 taqsim 13 kvadrati bu 23 taqsim 169. 169 dan 23 tersak 144 bo'ladi. 144 dan 12 chiqadi. Taqsim 13, ya'ni ildizdan 12 taqsim 13 chiqadi. Endi xuddi shunday sinus betani topadigan bo'lsak, sinus betamiz formulasi ham plus minus ildiz ostida 1 minus kosinus kvadrat beta. Demak, beta ham 0 va 90 orasida, ya'ni birinchi chorakda bo'lgani uchun musbat bo'ladi. Sinus qiymati sinus beta teng deymiz, ildiz ostida 1 minus. Xo'p, kosinus betaning qiymati 3 taqsim 5 edi. 3 taqsim 5 ning qavs kvadratiga teng bo'lyapti. Teng deymiz. Bu 9 taqsim 25, 23 dan 9 bersak 16 taqsim 25, ildiz chiqarsak 4 taqsim 5 bo'ladi. Endi biz hisoblashimiz kerak kosinus alfa plus beta teng. Kosinus alfamiz qiymati 12 taqsim 13 chiqdi. Ko'paytirilgan kosinus betaning qiymati 3 taqsim 5 ga. Minusdan sinus alfani qiymati 5 taqsim 13 ko'paytirilgan sinus betaning qiymati 4 taqsim 5. Endi mahrajlari 65 bo'lyapti. Demak, 36 taqsim 65 minusdan 20 taqsim 65. Ayiradigan bo'lsak 16 taqsim 65 ga teng bo'lar ekan kosinus alfa plus betaning qiymati. Demak, javob 3-savolda 16 taqsim 65 ga teng deymiz. Endi keyingi savolga qaraymiz. 4-savol. Sinus alfa plus beta sinus alfa plus kosinus alfa ildiz ostida 6 taqsim 2 bo'lsa, sinus 4-daraja alfa plus kosinus 4-daraja alfani toping debdi. Demak, dastlab sinus alfa plus kosinus alfa tenglikda ikkala tomonni ham kvadratga oshirib yuborishimiz kerak. Yani tenglik ikkala tomonni ham kvadratga oshiramiz. Undan keyin nima hosil bo'ladi deymiz. Bu bizda hozir 4-savol bo'lyapti. Kvadratga oshirsak ildiz ostida 6 taqsim 2 ni ham kvadratga oshadi. Xo'p. Bizda hosil bo'ladi sinus kvadrat alfa plus 2 ta sinus alfa ko'paygan kosinus alfa plus kosinus kvadrat alfa teng 6 taqsim 4 ga. Endi sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa 1 ekanligidan foydalansak, 1 plus 2 ta sinus alfa kosinus alfamiz qiymati bizda 3 taqsim 2 ga teng. Sinus alfa ko'paygan kosinus alfani hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda 1 taqsim 4 ga tenglik kelib chiqadi. Javob 1 taqsim 4 ga teng deymiz. 4-savolda hali sinus alfa kosinus alfani hisoblab oldik. Endi
Bizdan savolda sinus 4 alfa, kosinus 4 alfa so'ralgan. Sinus 4 4 daraja alfa plus kosinus 4 daraja alfa teng deymiz. Xo'p, sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfani qavs kvadrati minusdan 2 ta sinus kvadrat alfa ko'paygan kosinus kvadrat alfa barobar deyman. Sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa yig'indi 1 ga teng. Shuni hisobiga 1 kvadrati minus 2 ko'paytirilgan qavs ichida sinus alfa ko'paygan kosinus alfaning qavs kvadrati. Sinus alfa ko'paygan kosinus alfani 1 taqsim 4 ligini topganmiz. Shuni hisobiga 1 minus 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 4 ni kvadrati deyman. Bunda 1 minus 1 taqsim 4 ni kvadrat 1 taqsim 16 1 taqsim 8 ga teng. Demak, ayirsam natija 7 taqsim 8 ga teng bo'lar ekan. Xo'p. 4-savolda. Endi 5-savolni qarashimiz kerak. 5-savol. Tashlaylik teparoqqa. Demak, 4-savol javob 7 taqsim 8 chiqdi. 5-savolda kosinus minus 0,6 ga va pi taqsim 2 dan katta alfa kichik 3 pi taqsim 4 bo'lsa katangiz 2 alfani so'ragan. Xo'sh, endi biz katangiz 2 alfani topish uchun nimadan foydalanishimiz kerak? Deylik, bu alfamiz hozir pi taqsim 2 dan 3 pi taqsim 4 ikkinchi chorakka tegishli burchak bo'lib, ikkinchi chorakda tangens manfiy bo'ladi. Shuni hisobiga endi katangiz 2 alfani hisoblaymiz. Katangiz 2 alfani hisoblashim uchun buni 1 taqsim tangens 2 alfa deyman. Tangens 2 alfani formulasini 1 taqsimligini yozaman. Ya'ni 1 minus tangens kvadrat alfa taqsim 2 ta tangens alfa bo'ladi. Xo'sh, endi 1 plus tangens kvadrat alfamiz asos trigonometrik aylanishlarga ko'ra 1 taqsim kosinus kvadrat alfaga teng. Shu yerdan tangens alfani topib olaman. Ya'ni 1 plus tangens kvadrat alfa teng 1 taqsim kosinus alfani o'rniga minus 0,6 ni kvadratini qo'yamiz. Xo'p, kvadratga oshirsak, bu 3 taqsim 5 ni kvadrati 1 plus tangens kvadrat alfa 25 taqsim 9 bo'lyapti. Tangens kvadrat alfa teng 6 taqsim 9 ga. Endi tangensni 2 ta qiymati chiqadi. Plus minus 4 taqsim 3. Shundan manfiysini olamiz tangensni. Sabab tangens alfa burchagimiz ikkinchi chorakka tegishli bo'lgani uchun. Xo'p, minus 4 taqsim 3 ga tengligini olamiz. Xo'p, endi bu yerga yetib qo'yishimiz kerak. Ya'ni katangens 2 alfani qiymatini hisoblaymiz. Katangens 2 alfa teng deyman. 1 minus 4 taqsim 3 ni kvadrati taqsim 2 ko'paygan minus 4 taqsim 3 barobar 1 minus 16 taqsim 9 bo'ladi. Taqsimda minus 8 taqsim 3. Endi hisoblab yuborsak, bizada mag'raj bersak minus 7 taqsim 9 taqsim minus 8 taqsim 3. Bu degani minus 7 taqsim 9 ko'paytirilgan minus 3 taqsim 8 deymiz. Endi 3 bilan 9 qisqarsa 3 qoladi. Demak, 7 taqsim 24 ga teng bo'ladi. Demak, javob 7 taqsim 24 5-savolimizda. Xo'p, 6-savol. Hisoblang deyilgan. Sinus kvadrat 27 plus kosinus kvadrat 33 plus sinus kvadrat 243 plus kosinus kvadrat 237. Endi bu yerda keltirish formulasidan foydalanishimiz kerak. 243 ni 270 minusdan 27 gradus deb yozsam bo'ladi. 237 ni ham xuddi shunday 270 minus 33 gradus deb yozsam bo'ladi. Shunda sinus kvadrat 27 gradus turadi. Plusdan
kosinus kvadrat 33 turadi. Plusdan sinus 270 minus alfalarda minusdan, ya'ni 3-chorakka tushgani uchun minusdan kosinus nomi o'zgaradi. Minusdan kosinus 27 gradusda qavs kvadrati bo'ladi. Ya'ni minus bo'lsa ham plusga aylanib ketar ekan. Plusdan kosinusdan xuddi shunday 3-chorakda manfiy nomi o'zgaradi. Minusdan sinus 33 gradusni qavs kvadrati bo'lyapti, barobar. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, sinus kvadrat 27 plus kosinus kvadrat 33 plus kosinus kvadrat 27 bo'ladi. Plus sinus kvadrat 33. Endi guruhlaydigan bo'lsak, sinus kvadrat 27 bilan kosinus kvadrat 27 ni yig'indisi 1 ga teng. Kosinus kvadrat 33 bilan sinus kvadrat 33 ni yig'indisi ham 1 ga teng. Demak, natija 1 plus 1 2 ga teng bo'ladi. 6-savolimizda javob 2 ga teng deymiz. Keyingi savolga qaraymiz. 7-savol. Sinus 4-daraja 3 alfa minus kosinus 4-daraja 3 alfa ko'paygan kosinus 6 alfa minus 3 minus 2 ko'paygan sinus 3 alfa sinus 6 alfa ko'paygan kosinus 3 alfa. Endi sinus 4-daraja 3 alfa minus kosinus 4-daraja 3 alfani ikkita qavsga ajratsak bo'ladi. Ya'ni sinus kvadrat 3 alfa minus kosinus kvadrat 3 alfa ko'paytirilgan sinus kvadrat 3 alfa plus kosinus kvadrat 3 alfa ko'paytirilgan kosinus 6 alfa deymiz va ikkita sinus 3 alfa kosinus 3 alfalar ko'paytmasi bu sinus 6 alfani beradi. Ko'paytirilgan yana sinus 6 alfa barobar. Endi sinus kvadrat 3 alfa minus kosinus kvadrat 3 alfa bu minusdan kosinus 6 alfa bo'ladi. Kosinus ikkilangan burchakdan foydalansak. Sinus kvadrat 3 alfa plus kosinus kvadrat 3 alfa esa 1 ni beradi. Bizda minusdan kosinus 6 alfa ko'paytirilgan 1 ko'paygan kosinus 6 alfa minusdan sinus kvadrat 6 alfa hosil bo'ldi. Barobar deymiz. Minus kosinus kvadrat 6 alfa minus sinus kvadrat 6 alfa. Minus chiqarib olsak, qavs ichida kosinus kvadrat 6 alfa plus sinus kvadrat 6 alfa bo'ladi. Buni ham teng deymiz minusdan 1 ga. Sabab sinus kvadrat 6 alfaga kosinus kvadrat 6 alfani qo'shsak, natija 1, 6 dan minus bilan minus 1. Demak, 7-savolimizda javob minusdan 1 ga teng ekan. Endi keyingi savolga qaraymiz. 8-savol. 8-savolimizda agar 35 sinus kvadrat alfa plus 16 kosinus kvadrat alfa 19 bo'lsa, tangens kvadrat alfani toping debdi. Endi bu yerda kosinus kvadrat alfani topib, keyin kosinus tangensga bog'liq ifodasini topsak bo'ladi. Buning uchun sinus kvadrat alfani o'rniga 1 minus kosinus kvadrat alfa qo'yib yuboramiz. Ya'ni 35 ko'paytirilgan 1 minus kosinus kvadrat alfa plusdan 16 ko'paytirilgan kosinus kvadrat alfa teng 19 ga. Qavsni ochsak 35 minus 35 kosinus kvadrat alfa plus 16 kosinus kvadrat alfa teng 19 bo'ladi. Endi soddalashtiradigan bo'lsak 35 dan 19 ketsa 16 19 kosinus kvadrat alfa teng 16 ga. Bu yerdan kosinus kvadrat alfani topadigan bo'lsak 16 taqsim 19 ga teng bo'ladi. Endi bizga trigonometrik ayniyatlardan yordam beradi. Ya'ni quyidagi ayniyatdan foydalanib ketamiz. 1 plus tangens kvadrat alfa teng 1 taqsim kosinus kvadrat alfa. Mana shunga ko'ra 1 plus tangens kvadrat alfa teng 1 taqsim kosinus kvadrat bo'lsa, taqsim kosinus kvadrat alfa bo'lsa
Bu 19 taqsim 16 bo'ladi. Shundan tangens kvadrat alfani topadigan bo'lsak, 19 taqsim 16 dan 1 ayirsak 3 taqsim 16 ga teng bo'ladi. Javob 9-savolda 8-savolda deganimiz 3 taqsim 16 ga teng deymiz. Endi 9-savolga qaraymiz. Agar tangens alfamiz minus 0.75 ga va alfa 90-180 orasida, ya'ni bu alfa ikkinchi chorakka tegishli degan. 2 taqsim sinus alfa minus 1 taqsim kosinus alfani toping debdi. Endi dastlab ayniyatdan foydalanib kosinus alfani topib olishimiz mumkin. Ya'ni 1 plus tangens kvadrat alfa teng 1 taqsim kosinus kvadrat alfadan. Mana shunga ko'ra 1 plus tangens o'rniga minus 3 taqsim 4 ni kvadrati teng 1 taqsim kosinus kvadrat alfa deymiz. Shunda 1 plus 3 taqsim 4 kvadrat 1 plus 9 taqsim 16 teng 1 taqsim kosinus kvadrat alfa bo'lsa, bu yerdan kosinus kvadrat alfani qiymatini topadigan bo'lsak, xo'p, 16 taqsim 25 ga teng bo'ladi. Kosinus alfamiz esa plus minus 4 taqsim 5. Endi burchak ikkinchi chorakka tegishli ekanini hisobga olsak, kosinusimiz manfiy bo'ladi. Minus 4 taqsim 5 ni olamiz qiymat. Xo'p, kosinus manfiy. Endi sinus topamiz. Sinus topish uchun sinus alfa teng plus minus ildiz 1 minus kosinus kvadrat alfa. Mana shundan foydalanishimiz kerak. Shunda sinus alfamiz ikkinchi chorakda musbatligini hisobga olsak, 1 minus 16 taqsim 25. Demak, sinus alfamiz 3 taqsim 5 ga teng ekan. Demak, sinus bilan kosinus qiymatini topib oldik. Endi bizdan ifodaning qiymatini so'ragan. Ya'ni 2 taqsim sinus alfa minus 1 taqsim kosinus alfa. Mana shuni hisoblashimiz kerak. 2 taqsim sinus alfaning qiymati 3 taqsim 5 chiqdi, minus 1 taqsim kosinus alfaning qiymati minus 4 taqsim 5 chiqdi. Xo'p, soddalashtiradigan bo'lsak 10 taqsim 3 plus 5 taqsim 4 bo'ladi. Xo'p, endi mahraj beradigan bo'lsak, bunga 4 tadan, bunga 3 tadan 40 55 taqsimda 12 ga teng bo'ladi. Javobimiz 55 taqsim 12, 9-savolda. Xo'p, endi keyingi savol, oxirgi savolga qaraymiz. Agar tangens alfa minus 4 taqsim 3 ga teng, pi taqsim 2 dan katta alfa, pi taqsim 4 dan kichik bo'lsa, demak bu alfa burchakni o'zi ikkinchi chorakka taalluqli bo'lsa, kosinus 2 alfani toping. Demak, kosinus 2 alfamiz bizda faqat tangens orqali ifodasi bor, ikkilangan burchak formulalaridan. Kosinus 2 alfamiz teng deymiz 1 minus tangens kvadrat alfa taqsimda 1 plus tangens kvadrat alfa. Mana shu formuladan foydalanib hisoblab qo'yamiz. Demak, kosinus 2 alfa teng 1 minus tangens kvadrat alfa, ya'ni minus 4 taqsim 3 ning kvadrati taqsimda 1 plus minus 4 taqsim 3 ning kvadrati deymiz teng. Hisoblaydigan bo'lsak 1 minus 16 taqsim 9, 1 plus 16 taqsim 9 mahraj berib ayirib olsak minus 7 taqsim 25 ga teng. Demak, javob minus 7 taqsim 25. 10-savolimizda javob minus 7 taqsim 25 chiqdi. Demak, bu trigonometrik ayniyatlar bo'limini oxirgi savol. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.